Ko'rib tursangiz bo'ladi. Boshqaruv pulti deydi. Barcha qulayliklari bor. Boshqaruv pulti, 7 ta mexanika skorosti. Eng meni qiziqtirgan narsasi mana bu pokrishkalari Shivalbey firmasiga tegishli. Buni velosiped haydaydigan, velosipedni tushungan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Drongo obunachilari. Bugun sizlarga nomer prava so'ralmaydigan elektron velosipedlarimizni birma-bir obzori bilan, narxi bilan aytib tanishtirib chiqaman. Demak, boshladik. Bu kichkintoy qoravoyimiz 8 ta mexanika skorostli 3 bosqichli elektron skorostli jihozlangan. Mana ko'rishingiz mumkin, tablosi elektron. Hozir buni yoqib sizga ko'rsataman. Mana yondi, elektron tabloga ega. Buni motori orqa tarafida joylashgan, akkumulyatori mana bu o'zini ramasida joylashgan akkumulyatori. Yurish tezligi soatiga 25 km, u yog'i endi oyog'ingiz kuchiga qarab 35-40 ketilaveradi. 50 km masofani bemalol bosib. Elecon oppoq voyimiz. Bunda hamma qulayliklar mavjud. Tablosi, elektron tablosi yo'q, lekin hamma ma'lumotlarni mana shu narsadan ko'rib tursangiz bo'ladi. Boshqaruv pulti deydi. Mana bunaqa signallari, 7 ta uzatmalar, ya'ni 7 ta skorost, mexanika 7 ta skorostga ega. Oldi orqa tormozlari. Bu velosipedimizda ham xuddi mana shu kichkintoyimizga o'xshab bandida joylashgan akkumulyatori. Bundan tashqari bu baykimiz hozir ko'rsataman, yig'ilish xususiyatiga ega. Yig'ilib tayyor holatga keladi. Xullas, vaqt cho'zilib ketib qoladi. Instagramda buni tayyor yig'ib ko'rsatgan videoyimiz bor. Instagram profilimizga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Bu elektron velosipedimizda ham orqa balonni tortadi. Motori orqada joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu elektron velosipedimiz ham 50 km masofani bemalol bosib o'tadi. Soatiga tezligi 25 km. Ha, aytgancha elektr velosipedlarimizni narxi bilan aytib o'taman degandim. Shuni esimdan chiqarib qo'yibman. Mana bu kichkintoyimiz $250. Mana bu oppoq Eleconi modelimiz $400. Keyingisi Easy Bike qizil rangdagisi ko'rishingiz mumkin. Buni boshida narxini aytishdan boshlayman. $380. Akkumulyatori orqasida joylashgan. Buni sug'urib, zaryadga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni olish hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Olib, qo'yib yursangiz bo'ladi. Bundan tashqari bu elektron velosipedimizni orqa baloni emas, motori oldida joylashgan, oldi balonni tortadi. 7 ta mexanika skorostli signali. Endi signal bo'lmasa uyat bo'ladi. Hammasida signal bor. Xo'p, boshqaruv pulti hamda tablosi chap tomonda joylashgan. Mana shundan ko'rib tursangiz bo'ladi. Skorostlarni ham aynan shun bilan o'zgartirsangiz bo'ladi. Speed rejimiga qo'yildi. Hozir eng tez rejimga o'tdi. Bu veligimiz ham 50 km masofani bosib o'tadi. Tezligi soatiga 25 km. Keyingi elektron velosipedlarimiz deyarli Hasan Husan egizak, 3 ta egizaklar. Faqat bularni tashqi ko'rinishi, dizayni boshqa xolos. Narxlari ham bir xil. $380 dan. Hozir bittasini ko'rsataman. Hammasini qulayliklari bir xil. Skorosti o'ng qo'lda 7 ta uzatmali, 7 ta skorostli, mexanika skorostli. Tabloni yoqish esimdan chiqib qopti. Tablosi o'sha, ya'ni Easy Bike'imizga o'xshagan tablo, elektron, anaqa rangli emas, lekin hamma ma'lumotlarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Uzatmalar, boshqaruv pulti. Mana bu yerdan boshqaruv pulti. Oldi amortizatorli. Bular uchovini ham oldi amortizatorli, xuddi Easy Bike'ga o'xshab oldi amortizatorlar bilan jihozlangan. 50 km masofani bemalol bosib o'tasiz. Soatiga tezligi 25 km. Bu velosipedimizda ham Easy Bike'ga o'xshab orqadan chiqadi akkumulyatori. Faqatgina bitta mana bu velosipedimizda bularni o'rtancha botiri xuddi bunaqada, mana kenja botir, o'rtancha botir, nima deydi? To'ng'ich botir derdik-ku, shunga o'xshab. Bu baykimizda mana bu ramasida joylashgan. Buni ham olib zaryadga qo'ysangiz bo'ladi, hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Bu ko'rsatib o'tgan hamma velosipedimni orqa baloni tortadi. Keyingisi yon oynalar bilan jihozlangan oq elektron velosipedimiz. Bu narxi $350. Qolganlaridan $30 arzonroq, lekin qulayliklari yaxshigina bor. Yonboshida qulfi bor. Mana bu kalitlari bilan o'zini. Bu velosipedimizni ham orqa balonni tortadi.
50 km masofani bosib o'tadi, soatiga tezligi 25 km. Bundan tashqari, buni akkumulyatori yonboshida joylashgan. Buni ham olib zaryadga qo'yishingiz hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Juda ham qulay velosiped. Barcha qulayliklari bor. Boshqaruv pulti, 7 ta mexanika skorosti, faqatgina elektron tablosi yo'q xolos. Lekin hamma ma'lumotlarni aynan shu boshqaruv pultidan ko'rib tursangiz bo'ladi. Endi eng qizig'iga keldik. To'g'risini aytaman, buni ma'lumotlari hali o'zimga ham qorong'u, lekin sizga qo'limdan kelgancha obzor qilib berishga harakat qilaman. Narxini ham to'liq bilmayman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bilib olsangiz bo'ladi narxini. Demak, men boshladim. Eng meni qiziqtirgan narsasi mana bu pokrishkalari Shivalbe firmasiga tegishli. Buni velosiped haydaydigan, velosipedni tushungan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi, qanaqa firmaligini. Bu original, чистый original germanskiy velosiped hamda pokrishkalari ham o'sha germanskiy. Akkumulyatori orqada joylashgan ekan. Men bitta narsaga hayron qoldim. Agar siz bilsangiz, kommentariyada yozib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Biz hozir videochimiz bilan oldi balonida ham, orqa balonida ham motorni ko'rmadik. Men o'ylayapman, motor menimcha mana shu yerda joylashgan yoki bo'lmasam bu yerda joylashgan. Katta ehtimol bilan motori mana bu yerda joylashgan bo'lsa kerak deb o'ylayapmiz. Akkumulyatoriga yozib qo'yishibdi, 36 volt deyishibdi, litium akkumulyator ekan. Bu elektron velosipedimizda ham o'sha mana bu yerda quluplari joylashgan. Ko'rsatib qo'ying. Quluplari joylashgan. Bu bemalol bironta joyga kirib ketsangiz, quluplab kirib ketsangiz bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerlarni ham o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Oldi faralarini ko'rsatib qo'ying. Amortizatsiyalari, amortizatorlari, signal 8 ta. Mana oldindan ko'rsatsangiz, 8 ta mexanika skorost bilan jihozlangan. Va boshqaruv pulti chap tomonda. Barcha ma'lumotlarni aynan shu boshqaruv pultidan ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu elektron velosipedimiz Drongoni eng erkatoyi, ya'ni bir donagina. Bemalol o'sha aytganimdek pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bu haqidagi ma'lumotni to'liq bilib olsangiz bo'ladi. Umuman olganda, boshqa elektron velosipedlarimizni ham pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting.